Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediyye levlâ en hedânallah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vâlâ emma ba'du. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz ilgirki saatlik derslerimizde qalbni buzg'uchi, qalbni kasal qilib qo'yg'uchi omillar haqida to'xtalib, ko'p uxlash va nomahramlarga ko'p qarash bu insonning qalbini buzib qo'yadigan, insonning qalbini kasal qilib qo'yadigan va insonning qalbining o'lib ketishiga sabab bo'ladigan omillarning qatoridandir deb so'zlab o'tgan edik. Biz bugungi soatlik darslarimizda to'xtaladigan temamiz ko'p gap qilish. Ko'p gap qilish ham qalbni buzg'uchi omillarning qatoridan ekanligi va inson ko'p so'zlagan chog'da insonningki qalbining buzilishiga va qalbining kasal bo'lishiga va insonning qalbining o'lib ketishiga sabab bo'lganligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ulamolar aytadiki, ko'p so'zlash, ortiq gap qilish insonga nurg'unlagan yomonliklarning ishlarini ochib qo'ydi. Inson ko'p gap qilishdan to'xtagan chog'da insondan shu yomonlikning ishlari hammasi taqilib qoladi degan ekan. Chunki nurg'unlagan kishilar ba'zi gaplarni deb qo'ydi, shu sababli u insonning dunyosi va oxirati halok bo'lib ketadi. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga nasihat qilib shundoq deganki, insonlar faqat o'zlarining tillarida degan gaplari sababli davzaxga yuzchakka tashlandi deb shundoq degan ekan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishilarni, sahobalarni va barliq ummatni tilini yig'ishga, tilini kontrol qilishga, tilini tizginlashga buyurgan. Imom Tirmiziy naql qilgan bir hadisda ansarlardan bo'lgan bir odam vafot bo'lib ketgan ekan. Ba'zi sahobalar bu odamga xush muborak bo'lsin deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga sen uninga nima bo'lganligini bilmaysan, balkim u odam uningga foydasiz bo'lgan gaplarni so'zlagando yoki uning mol mulkidan hech qanday bir narsani kamaytib etmaydigan narsa haqida baxillik qilib qolgando deb shundoq degan. Demak, mushu kishiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sen u odamni aqlimig'in, u odamga xush muborak bo'lganligini nerdan bilasan deb balkim bu odam foydasiz bo'lgan gaplarni degando deb sahobalardan ham foydasiz gaplarni ko'p qilishdan, foydasiz gaplarni qilgan chog'da insonlarga keladigan ziyonlardan ularni ogohlantirgan. Gunoh masiyatning ko'pinchisi shu ko'p gap qilishdan va nomahramlarga ko'p qarashdan sodir bo'ladi. Asos manbasi mushu. Mana mushu ko'p gap qilish va nomahramlarga ko'p qarashdan iborat bu ikki tur insonning qalbiga shayton kiradigan eng kengri ishlarning qatoridan hisoblanadi. Chunki mana bu ikki turni bu shayton kirib olgan bu ikki yo'chuq, ikki darvozani etmak intayin tas. Bu insonning qursoqning shahvati buning aksicha bo'ladi. Ya'ni insonga qachonki qursoq shahvati bo'lgan chog'da, qursoqi tomoqni ishtaha qilgan chog'da u inson tomoqni yesa, qursoqi to'ydi. Har qancha tomoqqa bak ishtaha qilgan, isil tomoqlarni yegisi kelgan odammi, ya bir qacha, ikki qacha faqat to'ymaydigan odam bo'lsa-mu, 3 qacha tomoq yesa, qursoqi to'ydi. Aningkini yang desimi yemaydi. Shuning bilan buning qursoqi to'ydi, qo'saq shahvati ado topgan bo'ladi, qo'saq shahvatini qondira oladi. Ammo ko'zga kelsak, tilga kelsak, inson u o'zini davomli nomahramlarga qarashdan va behuda gap qilishni o'zini tizginlayolmay qolsa, mana bu til va ko'z hargiz to'ymaydi. İnsonningki ko'zi nomahramlarga qarab to'ymaydi. Insonning tili gap qilib hamaydi. Qat'iy bo'shib qolmaydi. Shuning bilan bu til va ko'zning jinoyati ajoyib va ko'p bo'lib ketadi, nurg'unlagan ofatlarni keltirib chiqaradi. Shunga salaflar xuddi ko'p gap qilishni ogohlantirgandek, ko'p qarashni ham ogohlantirgan ekan. Salaflar shundoq deganiki,
Muşu turmuda uzun yetishqa eng bek ehtiyojli bo'lgan tildan ortiqroq bir narsa yo'q degan ekan. Ya'ni turmud yetishqa, turmuq solashqa, uni qamab qo'yishqa eng ehtiyojli bo'lgan uzun vaqt turmuga solab qo'yishqa haqli bo'lgan narsa insonning tili degan ekan. Shundoq bir narsaga o'xshatgan ekan buni. Ziminda buzg'unchilik qilgan, fitna fasod tergan, askilik qilgan, nurg'ulg'an jinoyatlarni sodir etgan kishilarning jazosi turmudi yetish. Ularni turmuga qamab qo'ydi. Shunda turbini chiqarib ular yani ziminda nurg'ulg'an fitna fasodlarni, buzg'unchiliklarni teridi va ziminda Alloh asi bo'lgan jinoyatlarni o'tkazadi. Dal mushu tilni mushundoq bir jinoyatchiga o'xshat. Ziminda davomli buzg'unchilik qilgan jinoyatchilar turmida turishi haqli bo'lganidek, insonning tili agar turmuga so'lg'ili bo'lgan bo'lsa edi, insonning tilini eng uzun vaqt turmuga so'lab qo'yishga haqli bo'lgan bo'ladi degan gap bo'ladi ekan. Buni nima demoqchi desa, tilingizni bek tizginlang, bek kontrol qilib turing. Tilingizni tizginlamasangiz, buningdan kelib chiqadigan xatarlar intayin og'ir bo'ladi deb buni bayon qilgan ekan. Mana bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda shundoq deydiki, bandining qalbi to'g'ri bo'lmaguncha bandining iymoni to'g'ri durust bo'lmaydi. Bandining tili to'g'ri bo'lmaguncha bandining qalbi to'g'ri bo'lmaydi deb bayon qilgan ekan. Mana bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam insonning iymoni to'g'ri, iymoni durust bo'lish uchun jazman qalbi o'ngshish kerak ekan. Qalbi durust bo'lish kerak ekan. Qalbi sog'lom bo'lish kerak ekan. Insonning qalbining sog'lom bo'lishi uchun insonning tili sog'lom bo'lish kerak ekan. Bu yerda tilning sog'lom bo'lishini oxirisida iymonga olib taqab qo'ydi. Inson so'zlasa to'g'ri so'z qiladigan, foydali gap qiladigan, bo'lmasa jim turadigan manda holat bo'lgan bo'lsa, mana bu insonning iymoni mukammal, iymoni komil, iymoni to'g'ri, durust bo'lgan bo'ladi ekan. Ammo u inson o'zini tizginlayolmaydigan inson, o'zining tilini kontrol qilolmaydigan bu insonninki oxirisida iymondan chatoq chiqadi ekan. Bu xatarli holat ekan. Mana bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizga nasihat qilib, Allohning zikridan boshqa, Allohni eslashdan boshqa gapni jiq qilmanglar. Ko'p qilmanglar. Shak shubasizki, Allohni zikridan boshqa, Allohni eslashdan boshqa so'zlarni ko'p qilish insonning qalbini qotirib, insonning qalbini qasovatlashtirib qo'ydi. Shak shubasizki, insonlarning ichida Allohdan eng bak yiroq bo'lgan kishi uning qalbi qitib ketgan, qalbi qasovatlashib ketgan kishidir deb bizga buni bayon qilib qo'ygan. Bu yerda biz shundoq bir xulosani olamizki, bek ko'p gap qiladigan odam u Allohdan eng yiroq odam bo'ladi. Biz ijtimoiy jamiyatda shundoq bir turkum kishilarni ko'ramizki, ma'lum bir so'rinlarda, yig'ilishlarda yoki ma'lum bir o'ltirishlarda yoki safarlarda 15 minut jim tug'uz kelmaydigan, 15 minut gap qilmay jim tursa ichi siqilib ketadigan, ichi tisildab ketadigan shundoq odamlarni ko'ramiz. Ular to'xtamay gap qilib turadigan. Kim gap qilsa, shuning gapiga aralashib, qo'shiq silib, gap qilg'is gap turadigan. Mushundoq bir turkum kishilarni ko'ramiz. Mana bundoq sifat xatarlik sifat hisoblanadi. Bundoq sifat islom shariatida so'kilgan sifat hisoblanadi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga Allohning zikri, Allohning eslashdan boshqa gapni jiq qilmanglar. Bu gapni jiq qilish, ko'p gap qilish insonning qalbini qotirib, insonning qalbini qasovatlashtirib dedi. Endi insonning qalbi qasovatlashib ketsa nima bo'ladi ekan? Allohdan yiroqlashib ketadi ekan. Eng ko'p gap qildigan, foydasiz gaplarni ko'p qildigan odam u Allohdan eng bak yiroqlashgan odam hisoblanadi ekan. İnsan farz amallarni qilish bilan Allohga yaqinlashadi. İnson farz amallarni qilib bo'lgandan keyin ko'plab nafl amallarni qiladiki, u inson Allohga yaqinlashadi. Allah subhanahu va taologa insonni yaqinlashtiradigan amallar farz va nafl ibodatlar ekan. Uning aksicha insonni Allohdan yiroqlashtiradigan sabablarning biri foydasiz gaplarni ko'p qilish ekan. Bu haqda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shundoq degan ekan. Men kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasura zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu kanatin naru awla bihi degan ekan. Qandaq bir odamning gapi ko'p bo'lgan bo'lsa,
Qandaq bir odam ko'p gap qilgan bo'lsa, u odam ko'p xatolashadi. Qandaq bir odam ko'p xatolashsa, u odamning gunohi ko'p bo'ladi. Qandaq bir odamning gunohi ko'p bo'lsa, mana bu odam do'zaxga eng loyiq bo'lib qoladi degan ekan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu nasihatidan ham biz shuni foyda olamizki, oxirisida gapni ko'p qilgan odam bu ko'p gapi u insonni do'zaxga so'rab boradi ekan. Shu foydasiz gaplarni ko'p qilishdan saqlanishimiz kerak ekan. Mana bu haqda İmam Tirmizi o'zining kitobida to'plagan Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonni eng bak ko'p do'zax kirgizadigan narsa, ya'ni insonlarning do'zax kirib ketishiga eng bak ko'p sabab bo'ladigan narsa ig'iz bilan avrat degan ekan. İnson ig'izini tizginlagan chog'da, inson o'zining ig'izini kontrol qilolmagan chog'da va inson o'zining avratlarini haromdan saqlayolmagan chog'da mush ikki a'zo insonni do'zax kirib ketishga eng bak sabab bo'lib qoldi degan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga tilni saqlash, tilni muhofazat qilish, ko'p gap qilishdan saqlanish haqida bizga nasihat qilib, bizga ta'lim berib aytadiki, shak shubhisizki bir odam shundoq bir gapni so'zlaydiki, bu gap desam hech nim bo'lmaydi deb o'ylab turib, shundoq bir gapni deb soludiki, mushu gap bilan u odam do'zaxning 70 yillik cho'nqurlikqa kirib ketdi. Mana bu shundoq narsa. Bu gaplarni ig'zim kel deb da'vagulik emas. Gapdonlik qilib, boshqalar bilan munozirlashib, gap talashib da'vagulik emas. Tilimizni yig'ishni, qaysi o'rinda gap qilishni, qaysi o'rinda to'xtashni bilishimiz kerak bo'ladi. Va biz bir gapni qilishdan burun bu gapni o'ylanib turib qilishimiz kerak bo'ldi. Salaf olimlar shundoq deydiganki, men bir gapni qilishdan burun mushu gapni qilsam, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo mendan, "Ey banda, mushu gapni nima deb deding?" deb so'rasa, bu gapning javobini tepib bo'lib, andin so'zlim deydi. Ya'ni og'zimdan chiqqan mushu gap, har bir gapim Allohning daftariga yoziladi. Mushu yozilgan gapim haqida qiyomat kuni savol so'roq qilinib qolsam, buning nima deb javob bera olaman? Javob bera olamanmi, yo'qmi deb o'ylab turib, andin gap qildim deydi. Ya'ni gap foydali bo'lsa, shu gapni qilsangiz, sizga savob bo'ladigan gap bo'lsa, yoki shu gapni qilsangiz, siz dunyolikqa ma'lum bir manfaat yetadigan gap bo'lgan bo'lsa, u gapni desangiz bo'ladi. Hojat miqdor desangiz bo'ladi. Bo'lmasa, gapdan to'xtash kerak. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy naql qilgan hadisda qandoq bir odam menga ig'izi bilan avratiga kepil bo'lgan bo'lsa, men uningga jannat bilan kepil bo'laman degan ekan. Qandoq bir odam o'zining ig'izini va avratini sezgillayolgan bo'lsa, saqlay olgan bo'lsa, mana bu kishiga jannat bo'lsin. Ularga jannat bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kepil bo'lgan ekan. Şunu biz her bir sözni sözlemoqchi bo'lgan chaqda bu gapim foydaliqmi, ziyonliqmi? Bu gapni qilsam o'zimga foydaliqmi yoki boshqalarga foydaliqmi? Bu gapni qilsam Alloh rozi bo'ladigan so'zmi yoki Allohni g'azablantiradigan so'zmi? Bu gapni qilsam musulmonlar xushal bo'lamdi yoki g'azablanamdi? Ularni rozi qiladigan gapmi yoki ularning achchig'ini keltirib qo'yadigan gapmi? Buni o'ylanib turib va shu gapni qilsam, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo mening mush qilgan gaplarim haqida men hisob olgan chog'da men nima deb javob beraman deb buni o'ylab turib deyish kerak. Lekin nurg'ulg'an kishilar buning parvo qilmasdan bir kecha kunduzning ichida ig'izidan nurg'ulg'an so'zlar chiqib ketadi. Tilni tizginlash haqida, ko'p gap qilishdan saqlanish haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda mundoq deydi: "Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Mana bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qandoq bir odam Allohga ishonsa, Allohga iymon keltirgan bo'lsa va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'z bo'lsa qilsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Mana ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu so'zini, bu hadisni sharhlab,
yaxshi gap qilish bu jim turishdan yaxshi. Bir odam yaxshi gapni bilgan bo'lsa, yaxshi gapni demay, jim turvog'inidan yaxshi gapni so'zligini yaxshi deydi. Chunki yaxshi gapni so'zilsa, uning savob bo'ladi va boshqalar u odamning gapidan manfaat oladi. Ammo u odam yaxshi gapni deyamasa, yaxshi gap ig'zidan chiqmasa, yaxshi gapdan boshqa gap demay, jim turish kerak. Jim turishmi, mana bu u odam uchun yaxshidir. Yaxshi gap bo'lmagan chog'da shariat bizni jim turishga buyurgan deydi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga shu tilni tizginlash, behuda gap so'zdan saqlanish haqida odam bolalarining degan gaplarining hammasi u odam bolasining ziyniga bo'ladi, uning foydasiga bo'lmaydi deydi. Faqat u odam boshqalarni yaxshilikqa buyurgan bo'lsa va yomonliklarni to'sgan bo'lsa, Alloh taoloni eslagan bo'lsa, Allohni zikr qilgan bo'lsa, mana mush ishlam u insonning foydasiga bo'ladi. Uning boshqa hamma narsa u insonning ziyniga bo'ladi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdanmi rostchil kim bor? Allohning maxluqotlarining ichida, insonlarning ichida payg'ambar alayhisalom eng rostchil kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat Alloh subhanahu va taolo uningga vahiy qilgan vahiyni so'zlaydigan zot bizga ko'p gap qilishdan saqlanish haqida nurg'unlagan hadislarni dedi. Nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ig'iz nasihatdan to'xtab qolmaydi? Takror har xil shakllarda hadislarda ko'p gap qilishni to'sidi. Buning sababi nima deganda ijtimoiy jamiyatda nurg'unlagan kishilar o'zining tilini tizginlamaydi. Behuda gaplarni ko'p qiladi. U odamning ig'izidan chiqqan gap hali boshqalarni zanglik qilayotgan, hali boshqalarni masxara qilayotgan, hali boshqalarni ko'zga ilmaydigan gaplarni deyotgan, hali boshqalarning g'aybatini qilayotgan, hali boshqalarning orasida gap to'shib suxanchilik qilayotgan, hali yolg'on gap qilayotgan, hali behuda bo'lmug'ur so'zlarni deyotgan, shunday ishlar insonlar jamiyatida intayin ig'ir. Xususan, musulmonlarning ichida mana bu ishlar o'zini tizginlamaydigan ishlar nihoyat ko'p. Nurg'ulg'an kishilar o'zining tilini tizginlamaydi. O'zining tilini tizginlamaslik sababidan boshqalarga aziyat berib qo'ydi. Mushu til sababli musulmonlarga aziyat berdi. Til sababli musulmonlarning yuzabro'yini to'kidi. Til sababli boshqalarning g'aybatlarini qilib qo'ydi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy musulmon degan boshqalarga o'zining tili bilan, qo'li bilan aziyat bermagan kishi. Haqiqiy musulmon degan boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan kishi haqiqiy musulmondir deb bizga buni o'rgatib qo'ygan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining bu hadisida boshqalarga tili orqali aziyat berishdan alohida to'sgan. Alohida eskartgan bu ishlarni. Chunki kishi o'z o'ylamay har bir o'ltirishlarda, sorunlarda, yig'ilishlarda yo bir ish kuchadan bir yerga kelgan holatdami nurg'unlagan kishilar yo boshqalarning g'aybatini qiladi, ayiblarini so'zlaydi, yoki bo'lmasa ikki odam o'tirsa gap to'shiydi, yoki chaqchaq qilishlik deb har xil bo'lmug'ur so'zlarni jiqtaydi. Yoki boshqalar bilan gap takallashidi, boshqalarga yo'l qo'ymay, ozroq sukut qilishni bilmaydi. Shuning bilan boshqa qarindoshlarning ko'ngliga aziyat berib qo'ydi, ularning yuz obro'yini to'kib qo'ydi. Shu sababli nurg'unlagan xafaliklarga duchor bo'lib qoldi. Umar ibn Xattob bir kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qishiga kirgan ekan. Kirgan chog'da Abu Bakr o'zining tilini tutib turgan holatlarini ko'rib, Umar buningga: "Ey Abu Bakr, nima bo'ldi sana? Nima qilganing bu? Alloh sening gunohingni mag'firat qilsin" deb shundoq deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana meni halok qildigan narsa mushu deb shundoq degan ekan. Tilni tutib olgan ekan. Abu Bakr kim u? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Siddiq deb nom bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning iymoni bilan butun Madina xalqining iymoni o'lchansa, ya'ni Abu Bakrning iymoni tarozining bir pallasiga qo'yilsa, butun Madina xalqining iymoni tarozining yana bir pallasiga qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni besib tushadi deb guvohlik bergan va jannat bilan Rasululloh xush xabar bergan. Abu Bakr jannatda
deb Rasululloh hayot vaqtida o'zi guvohlik bergan eng rostchil bo'lgan sahoba. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Abu Bakrning fazilati haqida oyat nozil qilgan. Shu sahoba o'zining tilini tutib turib, "Mushu tilim meni halok qilyotidi" deb shundoq o'zining tilidan qattiq ensirgan ekan. Undaqda biz o'zimizni silishtirib boqaylik. Biz kim? Abu Bakr kim? Abu Bakrga nisbatan biz qaysi o'rinda? Biz mushundaq holatda o'zimizni hisob etib boqdikmi? O'zimizning tilimizni qanchalik holatda tizginlay oldik? O'zimizning tillarimizni qanchalik holatda qo'yib berib boqdik? Buningdan qanday ziyonlar, oqibatlar kelib chiqdi? Bu haqda o'ylanib boqishimiz kerak bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shundoq degan ekan. O'ziga o'zi xitob qilib, "Ey til, sen yaxshi gap bo'lsa qilgin, ne'matlanasan, foyda topsan. Yomonliklardan sen pushaymon qilishdan burun to'xtagan, sukut qil" deb shundoq degan ekan. Ya'ni, "Ey tilim, sen yaxshi gap bo'lsa degan, yaxshi gap bo'lsa desang, sen foyda olasan, nijot topsan, utuq qozonsan. Ammo sen pushaymon qilib qilishdan burun yomon gaplarni deyishdan sen to'xtagan" degan ekan. Har qanday yomon gapning oqibati pushaymon bilan oxirlashadi. Ya dunyoda pushaymon qiladi, "Hey isit, ma gap demagan bo'lsam bo'ptikan. Ma gap demasam bo'ptikan. Qarindoshimning ko'nglini ranjitib qo'ydim. Hey, ma gap demasam bo'laptikan. G'aybat kuchib qoldik. Hey isit" deb pushaymon bilan oxirlashadi. Dunyoda pushaymon qilmasa, oxiratda jahannamga kirgan chaqda pushaymon qiladi. Lekin bu pushaymon foyda bermaydi. Hasanul Basri rahimahulloh shundoq deganki, qandoq bir odam o'zining tilini muhofazat qilolmagan bo'lsa, qo'g'diyanmagan bo'lsa, u odam o'zining dinini bilmagan odam deydi. Bir odam o'zining tilini muhofazat qilolmagan bo'lsa, tilni kontrol qilolmagan bo'lsa, u odamning dini yo'q. U odam dinni tushunmagan odam u deydi. Dinni uqmagan odam u deydi. Qarang, inson o'zining tilini tizginlamaslik, o'zining tilini kontrol qilolmaslik, ko'p gap qilish bu insonningki dinni bilmaslik, dinni tushunmaydigan, dinni uqmaydigan bir odam ekanligiga dalolat qiladigan, shuningga ishorat etgan. Şunu tilninki ofatlari, tilning insonga bo'lgan ziyonlari intayin ig'ir. Şun inson o'zining yoki diniga foydasi bo'ladigan ishlarni so'zlash kerak. Yoki o'zining dunyolik ma'lum bir iqtisodlarga halol yo'llardan foyda yetkazadigan gaplar bo'lsa, buni deyish kerak. İnson ya o'zining diniga foydasi yo'q, yoki dunyolik foydasi yo'q, narsalar bilan talishib, boshqalar bilan munozirlashib, urushib, so'qishning hech qanday ahamiyati yo'q. Bu insonning qalbini o'ltirish, insonning qalbini kasal qilib qo'yishdan boshqa narsa emas. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam min husni islomil mar'i tarkuhu ma la ya'ni degan ekan. Bir musulmonning islomining go'zal bo'lganligining alomati shuki, o'ziga foydasiz bo'lgan ishlarni tark etishidir. Siz o'zingizga foydasi bo'lmagan, o'zingizga munosabati bo'lmagan ishlarni tark etsangiz, mana bu sizning islomingizning go'zal bo'lganligi ekan. Aksicha, yo sizga munosabat yo'q, yo sizning ma'lum bir xizmatingizga yoki sizning turmushingizga munosabat yo'q. Bekor boshqalarning oilasi ko'ngil bilib ketib, boshqalarning oilasi haqida fikr qiladigan mushunday holatlar. Yoki boshqalarning savdosi haqida fikr qiladigan mush holatlar. Boshqalarning savdosi bilan, boshqalarning oilasi bilan, boshqalarning turmushi bilan sizning nim munosabatingiz bor? Ya o sizning akangizmi, ya sizning ukangizmi, nim foydasi? Hech qanday dunyolik jihatda sizga foydasi yetmaydigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Bu sizning islomingizning go'zal bo'lganligining alomati emas. Yoki sizning diningizga foydasi yo'q ishlarni so'zlash, bu sizning islomingizning go'zal bo'lganligining alomati emas. Yine Hasanul Basri rahimulloh aytadiki, Alloh subhanahu va taoloning insondan yuz o'rganligining alomatining qatoridan shuki, u inson o'ziga hech qanday foydasi yo'q bo'lgan ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolishidir. Mana bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan xorliqdir deydi. Qarang, siz na sizning diningizga foydasi yo'q, na dunyoligingizga foydasi yo'q. Mushundaq behuda gaplarni ko'p qiladigan, boshqalar bilan talash tortishni ko'p qiladigan, boshqalar gap demaydigan gapdan bo'lib qolgan bo'lsangiz,
dunyolikda sizning ma'lum bir iqtisodingizni yuksaltiradigan bundaq ishlar haqida fikr qilmay yoki shuning harakat qilmay hech qanday foydasi yo'q mushundoq ishlar bilan ko'p shug'ullanganligingiz bu tang buning natijasi Alloh sizni yuz o'ribdi. Chunki siz Allohni yuz o'rib bo'ldingiz. Allohning zikridan yuz o'rdingiz. Allohni eslashdan yuz o'rib, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'ldingiz. Alloh sizdan yuz o'rdi. Mana bu Allohning sizga bergan jazosi. Sahli rahimahulloh aytadiki, qandoq bir odam foydasi yo'q gaplarni degan bo'lsa, u rostchilikdan mahrum qiladi deydi. Foydasiz gaplarni devagan odam oxiratda ham rost gap qilishdan mahrum qiladigan bir yolg'onchining qatoridan bo'lib qoladi ekan. Shunga har birimiz tilimizni alohida muhofazat qilishimiz kerak bo'ladi. Darslarimizni xulos degan chog'da tilning insonlarga olib keladigan ofatlari intayin ig'ir. İnsan mushu tili sababli o'ylab o'ylamay ba'zi gaplarni deb soladi, u inson davzaxga kirib ketadi. İnson tili sababli boshqalarning g'aybatlarini qilib soladi. İnson tili sababli boshqalarning o'ttirisida gap to'shib, ikki musulmonning orasini buzib qo'ydi yoki er ayollarning o'ttirisini buzib qo'ydi. İnson tili sababli boshqalarning yuz obro'yini to'kib qo'ydi. İnson tili sababli o'zining iymonini yo'qotib qo'ydi. Şunu til nəhayət mühim əza. Bu insan til orqali nurg'ulg'an savoblarga erishadi. Allohni eslash, zikr qilish, Qur'on Karim tilovatlari, boshqalarni yaxshiliklarga buyurish, yomonliklarni to'sishdan iborat bu ishlar uchun tilingizni sarf qiling. Yoki bo'lmasa dunyoligingizda sizning iqtisodingizni yuksaltirishga sabab bo'ladigan gap so'zlar bo'lsa, ish faoliyatlar bo'lsa, mana buni so'zlang. Bo'lmay qolib qolsa, na diningizga na dunyoligingizga foydasi yo'q bo'lgan so'zlarni ko'p qilish insonning qalbini kasal qilib qo'yadigan va insonning qalbini o'ltirib qo'yadigan omillar qatoridan ekan. Buningdan hammamiz saqlanishimiz kerak bo'ldi. Undaqda biz qarab boqayli. Har birimiz o'zimizdan hisob olib boqayli, o'zimizni tekshirib boqayli. Biz bir kunda qanchalik gaplarni qildik. Mushu gaplarimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga xabar bergandek Allohni eslash, Allohni zikr qilish, yaxshilik buyurish, yomonlik to'sishdan iborat bu gaplarni qanchalik qildik. Buni qilgan bo'lsak, Allohga hamd aytayli. Alloh subhanahu va taoloning shu amallarimizni qabul qilishini Allohdan tilayli. Agar na Allohni eslaydigan gapni jiq qilmadik, na Qur'on Karim tilovatini jiq qilmadik, yoki boshqalarning yaxshilikni buyurmadik, yo yomonlikni to'smadik, behuda gaplarni jiq qilgan bo'lsak, boshqalarning g'aybatlarini qilib, boshqalarning orasida gap to'shib, quruq o'yin kulka chaqchaqlarni jiq qilgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taologa istig'for etayli, tavba qilayli. Alloh subhanahu va taolodan davomli tillarimizni Allohning zikri bilan namdab turadigan shu holatni qilib berishini Alloh subhanahu va taolodan tilayli. Qani undaqda biz sog'lom qalb egisimi yoki o'lik qalb egisimi yoki kasal qalb egisimi buni qarab boqayli. O'zimizga diagnoz qo'yayli. O'zimizdagi illatlarni, kasallarni tepib chiqayli, o'zimizni isloh qilishga oldirayli. Chunki bizning oldimizda shundoq bir kunlar keludiki, bu chaqda o'zimizni isloh qilishga, o'zimizni o'ngshashga, tillarimizni Allohning zikri bilan namdashga bizga fursat berilmaydi. Biz hozir hayot. Alloh subhanahu va taolo bizga omonat qilgan bu til, Alloh taolo bizga omonat qilgan bu jon bizda qanchalik turdi, biz buni bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bo'lgan chaqda bizning tillarimizga muhr bosadi. To'xtamay nahaq gaplarni, botil gaplarni, behuda so'zlarni so'zlayotgan bu tillarimizga muhr bisiladi. Tillarimiz gap qilolmaydigan bo'ladi. Boshqa a'zolarimiz bizning ziynimizga guvohlik beradi. Shundoq bir kun kelib, biz shu kunda xor ziyonkorlardan bo'lib qilishimizdan burun hayotiy dunyoda bizga fursat berilgan chog'da o'zimizni isloh qilayli, tillarimizni tizginlayli, behuda gap so'zlarni qilishdan saqlanayli. Alloh subhanahu va taolo davomli o'zini eslab turadigan, o'zini zikr qilib turadigan, davomli o'zini eslash bilan tillari namdilib turadigan Alloh tabarak va taoloning zokir, shokir bandalarini qatoridan Alloh taolo bizni qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni shu zokirlarning, shokirlarning martabasiga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo bizning tillarimizni
davomliq Alloh taoloninki itoatida qilib davomliq Alloh taolo bizlarni Allohni eslashimizga Alloh bizga yordam bersin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.